Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Va nihoyat bizdagi behilar natijalarga ham yetib keldik, yaqinlashib qoldik. Bizda nima deyapti? Mana e'tibor beramiz, birgalikda ko'ramiz. O'z vaqtida qilingan ishlarimiz qishki obработкада medni kuparosi sepilgan. Mana bahorgi obработкаlarda qanaqa holatda dorilar sepilganliklarini ko'rsatib kelyapmiz. Qanaqa dorilarda ishlatilganligi, bizdagi natijalar nima beryapti? Keling birgalikda tomosha qilamiz. Mana har bir ko'chatlarimiz bizda qanaqa meva bilan mukofotlayapti endi. Asosan bizga kasallik yo'q. Har bir qo'yilgan tochkalar, novdalar taxlanishi, hosilxonalar nima deyapti? Endi bunda qiladigan ishimiz zelyonida ham uncha mana orasi yorug'lik bilan quyosh nuri bemalol batamom tushib turadi. Keyingi yilda hosilxonalar ishlashligi, mana hali bir dona xom novda olingani yo'q. Bugungi sanamiz 3-aprel. Bizda nima ko'rsatkich beryapti? Qarang, nima olamiz? Bir dona, 2 dona, mana 3, 4 ta dona zelyoniga kaltaga oldik xolos. Tamam. O'z vaqtida to'g'ri tanlov qilsak, novdalar tanlovi to'g'ri bo'lsa, ana unda bizga nima yutuq beradi? Ko'ryapmiz, birgalikda hosilxonalarga kelamiz endi. Taxlanishiga asosan har bir kaltagimiz bizga nimani mukofotlayapti? Bizni gapirishimiz, bizni sharhlashimiz keragi yo'q. Daraxt o'zini o'zi gapirib bersin. Nima deyapti? Kommentariyada kutib qolamiz sizdan. Agar videolarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, bog'bonlarga, tanish bog'bonlarga tanishtirib qo'ying. Videolarni tarqatib qo'ying. Agarda bizni bog'lari yashnashiga, mevalarga, sifatli mevalarga erishishiga ozginacha bo'lsa ham hissamiz bo'ladigan bo'lsa, men juda ham o'zimni baxtiyor his qilaman. Siz bilan xayrlashmayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.